Islom necha dalil asosiga qurilgan? To'g'ri javob 5 ta. Iymonning mukammal bo'lmog'ining nechta sharti bor? To'g'ri javob 3 ta. Hijr nima degani? To'g'ri javob Samud qavmi yashagan joy. Payg'ambarimiz ilk juma namozini qayerda qilganlar? To'g'ri javob Ra'no vodiysi. Qur'onda eng ko'p zikr qilingan payg'ambar kim? Bu savolga javobni kommentariyaga yozib qo'ying.